Kim do'zaxdan uzoqlashib jannatga kirsa, shu odam faqat faz. Va mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bu dunyo g'urur, ya'ni aldovchi dunyo. Maqsad odam o'ziga maqsad qo'yish kerak. Agar jannatni qo'yadigan bo'lsa, mayli chunki narsaga siqilmaydi. Agar maqsadi dunyo bo'ladigan bo'lsa, Zaynul Abidin Ali ibn Husayn ibn Alining nevarasi Zaynul Abidin bitta odam yig'ilib o'tirganda, nima bo'ldi, nima qilyapsan deydi. Shu mol dunyosi bir narsaga suyib ketganda, mol dunyoga ham yig'laydimi odam degan ekan. O'zi nimaga yig'laydi hozirgi kunda o'zi? Mol dunyoga yig'laydi asosan. Mol dunyoga ham yig'laysanmi deb hayron bo'lgan ekan bu odam. Yana ham maqsadingiz xato bo'lsa tushuntirishni aytayin. Bolangiz yig'lab keldi, nima bo'ldi bola? Chupa-chupsini sindirib qo'ydim deyapti. Yoki suvga tushib ketdi, loyga tushib ketdi. Endi buni ko'rib kulashdi, shunga ham yig'laydim bola. 5 so'mlik narsa edi. Uni miyasiga shuta endi. Bu yerdagi odamni ham agar kallasiga shu dunyo kirib qolgan bo'lsa, mayda narsa yig'layveramiz. Mo'min odamning maqsadi nima bo'lishi kerak ekan? Jannat bo'lishi kerak ekan.